Haligi qazoni o'qimasa bo'laveradi, shayxni qo'lini olsa-yu, bay'at qilsa, tavba qilsa uni oldida deganlarga aytiladiki, qaranglar, bu sizlarning gapinglar umuman asosi yo'q. Dalili ham yo'q. Lekin mayli, kelinglar, hamma dalil asoslarini tashlaydi, aqlimizni ishlataylik. Hozir sizlar bilan biz ixtilof qilib qoldik. Birov qazo o'qiladi deyapti, birov o'qilmaydi deyapti. Xo'p, sizlar o'qimayapsizlar. Hozir anig'ini bilmayapmiz. Anig'i qiyomatda chiqadi. Qiyomatda borganinglarda o'qish kerak edi deb qolsa nima qilasizlar? Biz o'qib qo'yamiz, qiyomatda o'qimaslik kerak edi desa, o'qiganimizga savob bo'laveradi yana. Ziyoda bir ibodat sifatida yozilaveradi, lekin o'zi o'qiladi, u aniq. Biz bularga demak, aql jihatdan ham to'g'ri ish qilmayotganlarini isbotlash uchun shuni aytamiz. Shuning uchun qazosi bor odamlar juda vahima ham qilvormasin. Oho, bunchani qachon o'qiyman deb. Yoki dangasalik qilib, endi anovlar o'qimayapti, men ham o'qimay qo'yaveray demasin. O'qisin, qo'lidan kelganicha harakatini qilaversin. Haligi aytganimizdek qabul qiladigan ham Allohning o'zi, gunohni kechiradigan ham Allohning o'zi. Hammasiga shu chin niyat bilan, banda ixlos bilan amal qilib tursa, inshaalloh oqibati yaxshi bo'ladi.